Birodarlar, tut mevasining foydali xususiyatlarini aytib o'taman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Birodarlar, juda ham foydasidir agar sizda immunitet past bo'lsa. Yosh bolalar immuniteti pasayib ketadi, gemoglobin tushib ketgan bo'lsa, mana shu tut mevasidan bering. Hozir sezon birodarlar, immunitet, gemoglobinni zo'r oshirib beradigan xususiyatga ega. Agar sizda yurak qon tomir kasalliklari bo'lsa, yuragingizda qanaqadir muammo bo'lsa, hammasini oldini oladi birodarlar tut mevasi. Manaman degan dorizdan zo'rlik qiladi. Buni birodarlar hozir tut sezoni, arzon turadi. Buni shinni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qishga kerak bo'ladi. Uzum shinnisiga o'xshab buni qaynatib shinni qilib qo'ysangiz, bir choy qoshiq ertalab, bir choy qoshiq kechqurun iste'mol qilsangiz, yurak qon tomir kasalliklariga immunitet baland bo'ladi. Gemoglobinni oshirib beradi birodarlar. Suyaklarga yaxshi yordam beradi. Kalsiy birodarlar. Tabiiy tut mevasidan iste'mol qiling, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Juda ham foyda beradi. Kam quvvatlikni oldini oladi. Holsizlikni oldini oladi birodarlar. Tabiiy tut mevasi.